Assalomu alaykum YouTube kanalimizga obunachilari. Bugungi videoda biz Tekinga Telegram kanallariga живой obunachi yig'ishni o'rganamiz. Hammaga kattakon rahmat. 1230 ta bo'libmiz. Buning uchun sizlardan adduchi xursandman. Podдержкалар sabab men shunaqa ko'tarildim. Hammanglarga kattakon rahmat. O'shaning uchun men Telegram Premium konkurs qilmoqchiman. Telegram Premiumni qanaqa yutib olaman deganlar uchun videoning oxirida men hamma narsani tushuntirib aytib beraman. O'shaning uchun men kanalimga obuna bo'lib turib, podдержка qilasizlar jigarlar. Birinchi navbatda biz Telegramga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Telegramga kirgandan keyin qidiruvga kuchuvcha, fast obunachi, pastki chiziqcha, iBot qidiramiz. Mana chiqdi va boshlashni bosadigan bo'lsak, kanalga obuna bo'lish chiqadi. Kanalga obuna bo'lamiz. Tekshirishni bosadigan bo'lsak, mana bizga mana shunaqa oyna ochiladi. Yordam knopkasida biz nima qilishimiz kerak, nima vazifalar bajaramiz, o'sha haqida batafsil ma'lumot berib o'tiladi. Mablag' yig'ishda biz pul yig'ib turib obunachi sotib olsak bo'ladi. Bu yerda referal, obuna bo'lish, qo'llanma tayyorlash va bonuslar bor. Bonuslardan har kuni bonus olib turib, pulinglarni ko'paytirib turib, keyin obunachilar sotib olsanglar bo'ladi. Men уже bugungi bonusni olib bo'lganman. Keyin biza qaytadan mablag' yig'ishni bosib turib, referalni bosadigan bo'lsak, bu yerdan referaldan odam taklif qilib turib, biza pul yig'ib turib, obunachi sotib olsak bo'ladi. Mana shu silkanimi yoki postni yuborsanglar ham bo'laveradi bolalar. Buning farqi yo'q. Keyin har bitta obunachi uchun, ya'ni referal uchun 50 so'm beradi. Mablag' yig'ishni bosadigan bo'lsak va obuna bo'lish knopkasini bosadigan bo'lsak, biza bu yerda kanal beradi. O'sha kanaldagi e'lonlardagi kanalga obuna bo'lib turib, namuncha qiyin so'z bo'lib ketdi. Kanallarga obuna bo'lib turib, pul yig'sak bo'ladi. Mana bu kanal maxfiyligi uchun qorong'u bo'lib qoladi. Keyin bu yerdan men bu kanalga obuna bo'lganman va pulni olib bo'lganman. Keyin biz hisobimni ko'rib chiqadigan bo'lsak, hisobim knopkasini bosadigan bo'lsak, mana bitta balansingiz 10.050 so'm bo'ladigan bo'lsa, do'stlaringiz bu taklif qilganlaringiz bo'ladi. 0 ta qog'ozmanda buyurtmalaringiz 0 ta, ID raqamimiz kirgizilgan, depozitimiz 10.000 so'm. Depozit qilib rostdan ham tashlab beradimi, o'shani tekshirib ko'rdim. Bu yerdan depozit qilish qiyin emas. Klikdan kartani kopirovat qilib turib, pul tashlaysizlar, keyin chekni skrinshot qilib turib, mana bitta miqdorni, ya'ni tashlagan pulinglarni kirgizasizlar. Keyin bu yerdan chekni tashlaysizlar. Mana rasm yuborgandan keyin adminga so'rov yuboriladi, tasdiqlash, pul rostdan tushganmi yo'qmi o'shani bilish uchun. Mana so'rovingiz qabul qilindi, hisobingiz 10.000 so'mga to'ldirildi deyapti. Bizning hisobimizga pul tushgan, pul tasdiqlangan. Hisobimni bosadigan bo'lsak, 20.050 so'm. Mana bitta depozitimizga 20.000 so'm. Keyin buyurtmani bosadigan bo'lsak, buyurtma bermoqchi bo'lsak, obunachi qo'shishni bosamiz va bu yerdan miqdorni kirgizamiz. Bizga 10 ta yetaveradi hozirchaga. Keyin bu yerda namunani ko'ramiz. Kanal buyurtma miqdori 10 ta, kanal manzilini yuboring, namuna deb turib ko'rsatayotgan narsani tashlaymiz. Xuddi ko'rsatayotgandek qilib tashlaymiz, kopirovat qilib turib. HTTPS TME deganlarni o'chirib turamiz va kuchuvchani qo'yib turib yuborib yuboramiz. Admin qilib tayinlash bu shart. Admin qilib tayinlamasak, kanalimizning e'loni qo'yiladi, lekin sirasi olib tashaladi keyin. Admin qilib tayinlanmaganligi uchun. Короче, admin qilib tayinlaydigan bo'lsak, nimagadir Telegram kinat qilyapti. Hozir admin qilib tayinlab, nimaga bunaqa qilyapti bilmadim. Tasdiqlashni bosadigan bo'lsak, bu kanalga admin qilinmagan, admin qilib tasdiqlash tugmasini bosing.
Botni admin qilib tayinladik va tasdiqlashni bosadigan bo'lsak, biza e'lonimiz kanalga yuborilishi kerak. Mana sразу yuborildi. Endi kanalga kirib ko'radigan bo'lsak, mana biza e'lonimiz yuborilgan va biza botdan obuna bo'lib turib, tasdiqlashni bosadigan bo'lsak, bizaga pulni beradi. Bizaga minus lekin bu narsa. Endi 9 ta odam obuna bo'lishi kerak. Biza botga o'tadigan bo'lsak, yordam knopkasida biza bot haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Qo'llab-quvvatlash, admin bilan bog'lanish, shunaqa narsalar va eng ko'p pul yig'adigan joy bu mablag' yig'ish knopkasidagi qo'llanma tayyorlash. Bu degani video tayyorlab turib, Instagram, Telegram, YouTube'larga qo'ysanglar, nechta odam ko'rganiga qarab, biza sizlarga pul o'tkazib beramiz. Mana shu Telegram botga pul o'tkazib beramiz. Bu albatta sizlar mehnatingizga, video tayyorlaganingizga bog'liq. Nechta odam ko'rganiga qarab, adminga yozishni bossanglar, admin chiqadi. O'sha yerdan adminga yozib turib, mana shuncha bo'ldi aka desanglar, pulinglar qo'shib beriladi. Hisobingizga qo'shib beriladi. Videoni mana shu yergacha ko'rganinglar uchun kattakon rahmat. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Addushi rahmat bolalar. Siz Telegram Premium yutib olishingiz mumkin. Mana shu gruppaga kirib turib, xabarlarni to'xtamasdan yozib tursangiz, o'sha xabar yozgan obunachilardan bittasini tanlab olib turib, 1 oylik Telegram Premium olib beraman. Bu tanlash imkoniyati random tarzda bo'ladi. Unisidan xavotir olmanglar. O'zimni tanish bilishimga olib bermayman. Men shu obunachilarimga yaxshi bo'lsin, xursand bo'lsin deb mana shu Telegram Premium o'yinni qilaman. Gruppani linki videoning tagida kommentariyada bo'ladi bolalar. Bemalol kirib qatnashsanglar bo'ladi. Ya'ni Telegram Premium yutib olsanglar bo'ladi.